عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimiz huququl jar, qo'shnining haqlari. لقد أوصت الشريعة الإسلامية بالجر ورغبت في ذلك بقوة وجعلته من أسباب محبة الله عز وجل للعبد ودخول الجنة. Shariat qo'shni borasida ham buyurdi. Kim agar qaysiki bir odam uni bajarsa, Alloh taoloni yaxshi ko'rishligiga sabab bo'ladi, ya'ni bandalarini yaxshi ko'rishligiga va jannatga kirishligiga sababchi bo'ladi. Alloh taolo Niso surasining 36-oyatida aytgani kabi: Estağfurullah billah wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub. Alloh taologa ibodat qilinglar, unga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onangizga yaxshilik qilinglar, yetimlarga yaxshilik qiling, qarindoshlaringizga yaxshilik qilinglar, yetimlarga yaxshilik qilinglar, miskinlarga yaxshilik qilinglar va qarindosh bo'lgan qo'shningizga va qarindosh bo'lmagan, ya'ni begona qo'shningizga yaxshilik qilinglar deb Alloh taolo aytadi. Huququl jar, qo'shnining haqlari. Birinchi haqqi as-sabru 'ala al-'adal jar va huwa min asbabi muhabbatullohi lil-'ibad. Qo'shnini aziyatlariga sabr qilishlik va albatta bu Alloh taolo bandalarini yaxshi ko'rishligiga sababchidir. Ikkinchi haqlari addamu idaihi fa in iza'u min asbabi dukhulun nar. Unga aziyat yetkazmaslik. Albatta kimda kim qo'shnisiga aziyat yetkazuvchi bo'lsa, do'zaxga kirishning sababchisi bo'lib qoladi. Ayzomu ismi min ta'adda ala 'irdi jaruhu va maluhu. Qo'shnini moliga va obro'siga tajovuz qilmaslik kerak. To'rtinchi haqlari vujubul ihsan ilal jar. Albatta qo'shniga yaxshilik qilish vojibdir. Jaru lahu thalathatun huquq. 3 ta haqqi bor qo'shni. Va huwa al-jarul muslimil qarib. Lahu haqqul islami va haqqul jawari va haqqul qarabati. Ya'ni musulmon bo'lsa, qarindosh bo'lsa va qo'shni bo'lsa 3 ta haqqi bo'ladi. Ya'ni islomdan haqqi bo'ladi, qo'shnichilik haqqi bo'ladi va qarindoshlik haqqi bo'ladi. 2 ta haqqi bor qo'shni. Jaru lahu haqqani va huwa jarul muslim g'ayrul qariba. Jaru lahu haqqani va huwa jarul muslim g'ayrul qarib. Falahu haqqani, haqqul islam va haqqul jawari. 2 ta haqqi bor qo'shni. Albatta bu qo'shni musulmon bo'lishligi va qarindosh bo'lmasa 2 ta haqqi bo'ladi. Ya'ni islomdan haqqi va qo'shnichilik haqqlari bo'ladi. Endi bitta haqqi bor qo'shni. Jaru lahu haqqun wahidun va huwa jarul kafir lahu haqqul jawari. Fa in tahsan ilayhi wa la yasdur minka adha fil haqqihi. Ya'ni u kofir qo'shni bo'ladigan bo'lsa, qo'shnichilikdan haqqi bor. Albatta unga ham yaxshilik qilishlik va unga ham haqqiga aziyat bermaslik vojib bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.